Yo do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men o'sha Sariq Craft. Bugungi videoda biz Ender Dragon'ni yo'q qilishga harakat qilamiz. Ender Dragon'ni yo'q qilish uchun biz 4 tani 5 tani qism qilamiz. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz daraxtlar bo'lishimiz kerak birinchi navbatda. Keyingisi esa tosh chopish. Oyog'imizdagi tosh turibdi, shuning uchun daraxtlar birinchi chopib olamiz. Chopish kerak, baraburisini ham chopaylik. Albatta sizlar ham men bilan qo'shilishni istaysizmi? Albatta kanalimga obuna bo'lib, serverlarning bittasida kirib o'ynashingiz mumkin. U server nomi PvP. PvPda siz juda ko'p otishmalarga duch kelasiz va har xil Bedwars o'ynaysiz. Istagan narsangizni qilasiz. Unga farqi yo'q. Lamaga minib ko'raylik qani. Tushirib tashladik iplos garangchi. Nimaga o'tirishga qo'ymaysan? Mana meni skinim ko'ryapsizlar. Shu versiyaga esa bo'lamiz birinchi. Avval taxtalar vaydalab olaylik. Versiyaga saymiz endi. Cho'pcha yasaymiz, keyin esa qilich, bolta shroqli yasaymiz. 5 ta bashdan bunday qilamiz va 3 ta birinchi bor, keyingisi bolta yasaymiz va bolta yasaganimizdan keyin qilich yasab olamiz. Bularni sindirib olamiz endi. Keyin esa tosh topamiz, oyog'imizdagi toshlarni. Biz bundan 30 tadan oshiq tersak ham katta gap. Unda biz terishni boshlaymiz, davom ettiramiz. Do'stlar, mana chopyapmiz, juda tez chopyapmiz degan umiddaman. Juda tez bo'lyapti menimcha. Menimcha juda tez, grafikasi tezroq bo'lgani uchun juda tez chopyapti. Shuning uchun do'stlar, bir gapni aytib qo'yay. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Kanalimizda obuna bo'lmasdan 20 mingta inson ko'ryapti. Kanalimga hali hech kim obuna bo'lmagan, hazillashdim. 100% dan 1% ham obuna bo'lmagan, 1% obuna bo'linglar, hech bo'lmasa o'yinda obunachi qilinglar kanalimni. Albatta 50 ta bo'lgandan keyin men Safir haqida video chiqaraman. Safir Vekado, shog'illar Sapkirda kuchayish, Safir 2, Safir 4 shog'illar haqida video chiqaraman. Albatta bu kanal ikkita kishi boshqaradi. Biri Minecraft haqida Safir chiqaradi 50 ta bo'lganimizdan keyin. Men esa Minecraft haqida oddiy versiyalar chiqaraman. Chunki meni telefonimga Safir ko'tarmaydi. Uni telefonida esa, ya'ni kompyuterida albatta ko'taradi. Albatta do'stlar, biz birinchi kirka, ikkinchi qilich, keyin esa bolta esa bo'lamiz. Bular bolta endi pechka esa bo'lamiz. Pechkani yasab olish kerak. Mana yasadik, olamiz. Endi esa buni sindirib olamiz. Hozir avval biz yegulikka nimadir pishirishimiz kerak. Mana qo'y, yaxshi bo'ldi. Seni sindiramiz endi. Mana oldik. Endi esa bu yerga versiyaga kirib, ya'ni buga nima edi? Go'sht berdimi? Ha, go'sht berdi. Endi biz buni pishiramiz. Do'stlar, mana pishiramiz. Hozir taxtani tagiga qo'yamiz. Bu ko'zlikka pishmaydi cho'qi. Biz endi chiqamiz va versiyani sindirib olamiz. Pishdimi bu? Yo'q, bo'lmayapti. Cho'plarni qo'yamiz, endi boshqa iloj yo'q. Tezroq pishsaydi, tezroq ketasdik. Biz qishloq qidirishimiz kerak hali. Qishloq esa yo'q hali. Tezroq bo'lsaydi. Bo'ldi, mana ketyapmiz endi. Buni pechkani sindirib olamiz va biz suramiz botlada. Keyin kamerani o'chirib turay. Qilmay o'chirmay. Mana meni skinim yana ko'ryapsizlar ikkinchi marta. Meni kanalimni oti Bananecraft. Sariq Craft. Sariqligi uchun sariq bilan qora ayarlashga quyosh tarafga yurish omadli deb hisoblayman. Hozir omadimiz juda chopsa yaxshi bo'lardi-da. Omadim kelmayapti shu kun desam, omadim kelmayapti. To'xta, omadni itini ko'rdim men juda. Omadni iti kim ko'rgan bo'lsa kommentariyada albatta yozib qo'yinglar. Birinchi omadim bu. Birinchi omadim. Birinchi omadimda bu. Hali birinchi omadim.
Obsidianlik portal. Bizga obsidianlar kerak edi. Obsidianlar esa boshqa yo'q ekan. Shuning uchun lezerga surib borishimiz ham qiyin bo'ladi. Bu qism albatta 4 ta, 5 ta yoki nechtadir qismdan iborat bo'lishi mumkin. Endi bilmadim. Mana do'stlar, botinkalarni ham olib oldik. Endi esa biz portalni qura olmaymiz, lekin portal shunchaki tursin. Voy, to'xta. Nima bo'lyapti? Ketaveramiz, bizga farqi yo'q. Do'stlar, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Chiq, tepaga chiq. Chiqib bo'lmayapti. Do'stlar, uzr, hozir kameramni o'chirib qaytayoqaman. Mana chiqib oldim. Mana ikkita qo'yni ko'rib oldim. Ikkita qo'yni yerdamiz biz. Yerda bo'lamiz. Endi esa pastdagisini ham chiq yerda oldik. Endi esa quyosh botishini kutamiz va to'g'riga yurib boramiz. Biz ketaveramiz. Mana bunga minamiz. Minishga qo'yadi. Qo'ymay ekan. Yana minamiz. O'rganmanga tez. Yana o'rganmadi. Mayli, yana minamiz. Oxirgi minishimiz. Yo'q, mayli, kerak emas. Ketdik. Biz quyosh tarafga yuraveramiz. Botdi quyosh. Biz endi kravat yasab olishimiz kerak. Kravat yasab olamiz. Kravat yasaldi. Endi esa kravatni qo'yamiz hozir. Tezroq bo'lsa edi, kechqurun mana bosamiz. Nega kichkina bo'lmayapti? Kutamiz. Yana bosaylikchi. Quyoshga kam o'rnatib yuborsam, mazza bilasizda. Bosil, yot. Yana sindirib yuboraman. Bosil. Bosilmaydi. Mana endi bosilsa kerak. Bosildi, mana uxlaymiz endi. Uxlab olamiz va endi turamiz. Endi kravatni buzamiz va biz quyosh tarafga yuramiz. Quyosh qalqib hatto yuribmiz-ku. Bizga qo'y. Biz to'rda yuraversak ham bo'laveradi. Chunki biz bu yerdan birinchimiz. Tinch joyda yursangiz qishloq chiqadiganlari menimcha rostiga bittaman. Men yana qo'y, omadli kun bo'lyapti menimcha bugun. Aytgancha do'stlar, sizlar meni kanalimga obuna bo'ldingizmi? Yo'q, obuna bo'lmagansiz. Bizning kanalni obuna bo'lmasdan kuzatuvchilar soni 100 dan 0%. Obuna bo'ling, короче. Unda biz mollarni suyamiz, o'ldiramiz, quylarni suyamiz. Omadli kunim bugun meni, omadli. Juda omadli kunim. Omad qaranglar. Omad bu. Ketdi yuringlar, omadimiz yana chiqadi. Yo'llamizlar. Ketaveramiz, bizga farqi yo'q. Do'stlar, ketdi. Albatta sizlar ham qo'shilishingiz mumkin. Bu video 80 kishidan iborat bo'ladi. Bu haqiqiy Minecraft 1.21 versiyasi. Siz ham qo'shilishingiz mumkin albatta. Yana biz qidiraveramiz. Shaxtaga borishimiz kerak. Bu yerdan temir topsak bo'ladi. Temir topib keyin esa biz nima yasaymiz? Paqir yasaymiz. Tezroq tutsaydi. Mana tushib ham oldik. Endi esa paqir yasashimiz kerak. Lekin bu qotib qolgan mana temirlar, ya'ni toshlarni, ko'mirlarni ko'rdik. Ko'mirlarni qazamiz va bunisini ham qazamiz. Omadmi bu? Temirmi? Temirni ham qo'zib olamiz. Voy, omad. Yana omadmi? Qara, omad it kelyapti bugun menga. Yana temir. Va tugadi desam yana bitta temir. Qo'zib olamiz. Yana temir chiqsa ajablanmasdim. Chiqma. Ko'mirlarni qazib olamiz endi. Ko'mirlarni qazib olamiz tezroq. Keyin biz bu yerdan ketamiz. Va resurslarni yig'ib bo'lganimizdan keyin albatta bu yerda ko'mirlarni g'ijillataylik, keyin ketamiz. Mana g'ijillatib ham oldik. Endi esa chiqib olamiz hozir. Tagiga qo'yamiz. Uzr, nechundan qolganini bilmoqchi edim. Video tugashiga ham 5 minut qoldi. Xo'p, unda biz yana nima qilamiz? Tepaga chiqib olamiz. Yana temir. Omad Minecraft. Bu yerda yuribdan temir chiqyapti.
Bularni ham qazib olamiz. Temirlarni juda tez qazyapti. Hammasini qazib oldik. Endi esa biz ketamiz bu yerdan. Yana bitta shaxta topsaydim ajablanmasdim-da. Hozir 12-minut tezroq bo'lsaydi. Mana kelib ham oldik bu yerlarga. Endi bu yerdan biz shaxta qidiramiz yana. Mana shaxta tushamiz yerga. U shaxtamasga mayli, sog' bo'lamiz. To'g'riga yana omadda. Bu omad it kelyapti bugun menga. Ikkita kravat esdan bo'ladi, bilasizlar. Endi biz shaxta qidiramiz, faqat shaxta. Shaxta. Qotib qoldi. Xo'p, mayli, shaxta qidiramiz baribir. Biz shaxta topmadik, tovuqlarni topdik. Mana shaxta ham topilmayapti. Do'stlar, shaxta topilmayapti. Sizlaringizcha topiladimi, topilmaydi? Mana topildi. Bu yerda ko'mir ham, temir ham bo'ladi, albatta. 11 minut bo'pti. Pastga tushamiz endi sekin-sekin. Voy. Omadli kunim nihoyasiga yetdi, do'stlar. Men omadli kunim desam, bu omadsiz kun bo'lib ketdi. Qaranglar, omadsiz kunimda, bu omadsiz. Bu juda omadsiz kunim mana. Xo'p, mayli. Bu yerga qayerga boramiz endi? Xo'sh, mayli. Mana shu yerdan paydo bo'lib qoldik, o'zimizning eski joydan. Mana eski joy shaxtamizmi? Yo'q, bu yerga suv bor ekan. Xo'p, mayli do'stlar, biz videoni tugatishga qaror qilyapman. Albatta bu 4 ta qismdanmi, 5 ta qismdan iborat bo'ladi endi. Nega deysizmi? Chunki hamma narsalar yo'qoldi. Ko'ryapsizlar o'zingiz. Korоче, video tugaydi. Hammaga xayr deb qolamiz hozir. Mana bularni ko'ramiz, to'xtanglar. Korоче, video tugadi. Ungacha biz kanalni reklama qilib beramiz. Kanalni reklama qilishga olg'a suramiz hozir. Avval biz 3 minut vaqtimiz bor. Xo'p, mayli, daraxt cho'pi bo'lamizmi? Yoki yo'qmi? Mayli. Do'stlar, mana bu kanal sizlarga maslahat beraman. Bu kanal Futbol va Minecraft kanali. Bu kanalda juda zo'r narsalarni ko'rishingiz mumkin. Mana Dreamlogo Soccer akkauntni kuchaytirish, shunaqalarni ko'rishingiz mumkin. Maktab 1-qism ko'rishingiz mumkin. Mana shulardan bo'y bitta videoga kiramiz hozir. Mana shu Dreamlogo shunga kiramiz. Kommentariyaga kiramiz. Kommentariyaga sariq craftdan salom deb yozib qo'yamiz. Sariq craftdan salom deymiz. Craftdan sariq salom. Xato qildik. Sariq craftdan salom deb yozdik. Xo'p, mayli, sariqdan salom. Boramiz endi. Mana shu videoga like va ana shu kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Do'stlar, mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Albatta, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yamiz. Do'stlar, videoga like bosib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Ana shu videoga like bosib qo'ying albatta. Xo'sh, mana shu kanalni reklama qilmoqchi edim. Bu yerda qiziq shortlar ham bor. Mana kulgili shortlar bor-da. Qaranglar-da, endi bunga yomon qiladi, shu kulgili narsada shunaqandan qilib bilasizmi, challenge bo'ladi. Albatta, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr. Bolalar, hammaga salom. Sizlar bilan men o'sha, ya'ni Building kanali bugungi videoda biz